Sizlar bilan yana biz o'sha qishloq hayotini kechiramiz. O'tgan videoda merni umardik, shaharga ketib qoldi. Endi ishlarimni qilaman hozir. Tok. Kim? Siz bormisiz? Ha? Yo'q, chiqingiz, ishim bor edi. Hop. Orqamdan yuring. Ha. Hop. Kiring bu yerga. Nimaga meni uyga olib kiryapsiz? Men ketgan. Kiring. Nega? Men mana bu osmoningiz bormidi? Ha, shunda ularni pulga ko'z keldi. Siz olganmidingiz pullarini mardingizmi? Yo'q. Men nima deysiz? Ha, uni olgan. Chunki o'sha kuni o'ligida men boshqa qishloqqa berib yubordim. Nega siz bularni oyligini oldingiz, pulini oldingiz merni? Qo'shni qishloqqa bordik biz. Ko'rsak, qo'shni qishloqda so'radik. Ular aytishdiki, menga berishmadi. Men hech qanaqa pul bermadim. Allohu akbar. Alloh. Men shu gaplaringiz to'g'rimi? Yo'q. O'ldi yapti. Siz nima deysiz? Mayli. Endi. Siz buni pullarini olmadingizmi? Han. Olmadingizmi? Han. Oldingizmi? Olmadim. Mayli, sizni yana ozginadan keyin chaqiramiz. Chiqib turing xonadan. Biz mer bilan ishimiz bor. Mer, shularga gumoningiz bormi? Ha, chunki o'sha kuni problem bo'lmadi. Ularga ko'z keldi. Shunday bo'lsa mayli, men ularni so'rab surishtirib, sehrli joylari bo'lsa yana sekretni bo'lsa qidiraman. Hayır. Oğlum siz yaşta mı ağzınızdan şort var. Hop. Polisiya. Kim kapı yaptı? Kim? Ye. Siz yanıma oldu. Men o'tkazib bor. Mana bu bo'yi quruvdi. Berdi uyga borib chiqdi. Siz kimsiz? Meni birdan olmishman. Siz nega bu yerda turibsiz? Men o'tkazib bor. Nima qilyapsiz? Yo'qqa keling. Bolangizni kiring. Biz so'rashamiz. Men o'tkazib bor. Bo'yni berdi uyda. Chiqadi ko'rdim. Aniqmi? Unda biz boyni hibsga olishimiz mumkin. Boy, chiqing bu yoqdan. To'xta, chiqing. Boy, bu yoqqa yuring. Hozir bitta ovqatimdan olib olay. Siz chiqing. Hop. Sizga bitta qamoqxona qurib turamiz vaqtinchalik. Siz yerni pullarni olishda ayblanasiz. Shunaqa bloklarni buzmasdan shu yerda turasiz. Hopmi? Tushmay turing. Bloklarni tez menga bering. Yo'q. Tez bering menga loy bloklarni. Bo'ldi, men chiqib O'z ketaman. qo'limda urib yuboraman men politsiya. Qarang boy, agar siz bu yerda o'zingizni aybdor emasligingizni aniqlamoqchi bo'lsangiz, shu yerda bir kun turasiz va men surishtiraman. Qonimda men ketdim. Hozir men birinchilik bo'lib merdan yana surishtiraman. Mer, pullaringiz topilyaptimi? Yo'q. Nega? Axir o'sha kuni qayerga ketayotgandingiz? Men o'sha kuni shaharga ketayotgandim. Nega ketishsiz aynan? Chunki nega chiqib ketdingiz? Chunki ishlarim chiqib qoldi. Qanday ish kechasiz mumkin? Yo siz vashchi noto'g'ri bo'lgan ishlar bilan shug'ullanasizmi? Men Yo'q. nimaga bordingiz? Men boshqa yigitlar bilan bugun diskotekaga bormoqchi edik. Diskoteka? Mayli. Men hozir boyni oldiga borib kelaychi. Boy, o'tiryapsizmi? Uzr so'rayman. Tashki yetkazini bering. Sizni men bunday qilishingizni bilar edim. Ketgan topshiring menga. Men uy qurib oldim. Ketgan topshiring. Mana, politsiya.
Qilichni ham topshiring. Sovuq qurolni nega ko'tarib yuribsiz? Bu faqat menga mumkin. Tez. Meni ishtimam yo'q boshqa. Siz men hozirgina qo'lingizda ko'rdim. Lopata olib chiqdim, qo'yib chiqdim qilichni. Ovqat oldim uni o'rniga. Qo'lingizdagi nima? Lopata. Bu yoqqa olib ko'rsating. Tez. Mana lopata. Yaxshi, men bilan uyingizga tashlab chiqaman. Hayır. Hayır. Agar siz hozir mer qandaydir ishlar bilan gapiryapti, agar siz aybdorsiz bo'lishingiz mumkin. Sizni qutqarib olamiz, albatta. Qo'rqmang. Qaysi biri sizning sandig'ingiz? Meniki yonidagi ikkinchi. Bo'ldi, hozir kirkangiz bilan lapatangizni solib qo'ydim. Endi men borib, haligi jitillan, importni bo'lmish jitillan to'g'rig'i. Surishtiraman. Importni bo'lmish. Sen qachon o'g'irlashganini ko'rding, o'ylab chiqartganini? Men kecha kechqurun ko'rdim. Rostdanmi? Yo sen pul uchun sotilyapsanmi merga? Yo'q, men o'zim ko'rdim. Ana, boyam, ana jitselni baqirdi hattoki. Men qo'rqamdan shu yerga tezlikdan kirib oldim. Mayli. Boy, sizni u yerda importni bo'lmish ko'rib qolgan ekan, kechqurun merni uydan chiqartganinglarni va siz unga emotsiya ham bildirgansiz yetildib. To'g'risini tan olsangiz, sizni mana shu yerda mayli bir hafta qolasiz. To'g'risini tan olsangiz, agar men o'g'irladim desangiz qolasiz. Men qilmadim lekin. Mayli, sizni ko'p ishlab turdik. Mana bu bloklar sizga va chiqib oling. O'zimning blokim bor. Oling ana shu bloklarni va yopib chiqing u tunneldan, hech kim chiqib qolmasin. Anetdan ikkita ofaring. Pro qachon keladi? Do'stingiz. Bilmadim. To'rtta like bersalar kelar ekan. Necha kundan keyin? 4 kun. Bitta like mi, 4 kunmi? 5 ta like 4 kun. Mayli do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Bu kimmi? Bu bilmadim. Bu yerdan chiqamiz. Bu birovning uyi. Bekitib qo'yamiz. Axir bu birovning uyi-ku. Kirolmaydi-ku uyiga. Boy, uyingizga kirib keting. Bu yerga kirib bo'lmaydi. Kiring uyingizga. Ketdim men. Sizga port yopaman. Siz inni mashi suv tugamagunicha chet davlatlarga chiqa olmaysiz. Qishloqdan tashqariga ham chiqa olmaysiz qishloqdan. Bo'ladimi? Ha. Qalamingiz lekin qishloqdan chiqmaysiz. Nazoratimiz ostida bo'lasiz. Hop. Hopmi? Hop. Do'stlar, shu joyda videomizni ozgina to'xtatib turamiz. 4 kundan so'ng. Nimalar? Boy, do'stim, men keldim, eshikni oching. Shahar shunaqangi issiq. Shun allaqancha suvni ichib suvni tashib yubordim shuni. Men bunaqa narsalarni olib keldim. Sizda borda, sizda yangisidan bordi, men ham yangisidan keldim. Xitoydan olib keldim men. 3 ton yasab oldim men. Siza men shahardan 5 ta izumrud to'plab keldim. Siz ham bir bor to'plab keldingiz, ha? Eslaysizmi? Men yo'qligimda hech narsa bo'lmadimi ish qilib? Yo'q, militsiyalar keldi. Nima qilishdi? Meni qamashdi. Nega? Bilmadim. Yomon bo'libdi-ku. Mayli. Full branya bo'lib olay. Eski full branya ham kerak emas edi. Do'stlar, shu joyda videomiz tugadi. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Bu videomiz. Yo'q. To'xtagan.